Xorazmda biznes uskunalar markazi bo'lgan Hoston Xorazm do'konidagi hozir har xil turdagi biznes uskunalarni qisqa obzorini qilib o'tamiz. Ben tarafdan ko'rib turganlaringizdek, Morojniy apparat 380 volt ishlaydigan, baholari 27 million so'm. Yasangiz keltirib beriladi. So'ng ben tarafdan konditerlar uchun har xil turdagi mushalkalardan ham bor. Bular ham baholari 2,5 million so'mdan boshlanadi. Har xilisi. Kichik kattasina qarab ben tarafdan ko'rib turganingizdek, kattaroq razmerdagilardan ham bor. Bular ham bemalol kelib, Hoston Xorazm do'konimizga xarid etsangiz bo'ladi. So'ng ben tarafda bunni shashlik qiymasini uzatib beradigan yangi apparatimiz keldi Hoston Xorazm do'konimizga. Bu degani bir setda 800 dona cho'pa shashlik vajlarni o'tirib beradi, uzatib o'zi avtomatik shaqirdatib. So'ng ben tarafda fast food biznesini boshlayman deydiganlar uchun har xil turdagi fast food uskunalarimizdan bor. Ko'rib turganlaringizdek. Bular ham zo'r baholarda qilib beriladi. Yozilib turgan baholarina 2 million 300 ming so'm. Yani bu 2 million 700 ming so'm. Ben tarafta bu kattaroqlari 2 million 750. 2 million 750. Bular ham ko'rib turganlaringizdek. Hoston Xorazm do'konimizdan xarid etsangiz bo'ladi. So'ng har xil turdagi ben tarafta gamburgchilar uchun yo donar apparatlarini donar oddiy 4 ko'zli 3 million 915 ming so'm. Ben tarafta bo'lsa motorlisi 5 million 200 ming so'm. Ya'ni ben tarafta o'zi aylantirib turadi-da. Ben tarafini rushnoy. Ko'rib turganlaringizdek. So'ng bunning uskunalar bilan nima deydi? Har xil turdagi mevalarni, karchka, piyoz deysizlarmi, gash deysizlarmi, shularni shunday medalab beradigan uskunamiz. Buni har xil birida o'lchamlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Buni ham Hoston Xorazm do'konimizdan xarid etsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingiz har xil uskunalar bor. Ben tarafdan qassoblar uchun har xil turdagi suyak arasini medalaydigan, kesib beradigan uskunalarimiz bular. Yani buzlagan go'shtlar ham bemalol kesib beradi. Bular zo'r originali, ya'ni Turkiya, Xitoy mahsulotlari. Ben tarafdan katta gigantidan ham bor, so'ng ben tarafdan minirak kichkinalardan ham bor. So'ng bizlarda har xil turdagi mini aralari, ularni ham topib kelsangiz bo'ladi. Bular ham zo'rlari, yaxshi sifat originallari. So'ng ben tarafdan ham morojniychilar uchun morojniy freezer apparatlarini ham har xil turlaridan bor, zapchastlarni ko'rib turganlaringizdek, hammasini topsangiz bo'ladi bizlar Hoston Xorazm do'konimizda. Ko'rib turganlaringizdek hammasi bor. Agar yangi bo'lsangiz, videoga bir like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, shu do'konimizdagi hamma mahsulotlarimizni pullari, baholari, necha biznes boshlasa bo'ladi, shularni taqdim etib boramiz. Hozir bu videomiz birinchi video bu YouTube'dagi. Shuni hozir qisqacha xato kamchiliklar bo'lsak, uzunli bir yozib o'tasizlar. Birinchi boshlaganlarimiz uchun shunday bo'ladi videolarimiz formati. Ben tarafdan ham optist apparatlarimiz uyda o'tirib minimal budjet bilan boshlayman deydiganlar uchun shunday optist apparatlarimiz bor. Ikkilisi baholari 1 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Har xillaridan bor. Bular ham Hoston Xorazm do'konimizdan xarid etsangiz bo'ladi. Ben tarafdan ham har xil turdagi uskunalardan bor. Nima aytib o'tganimning morojniy apparatlarimizning har xil zapchastlari bilan o'zingizga kerak bo'lgan hamma zapchastlarni shundan topib kelsangiz bo'ladi. Ben tarafdan lislamiz har xil turdagi. Ben tarafda ko'rib turganlaringizdek, uskunalarimizdan, ya'ni musrab kelamiz. Shashlik sizlar uchun, ya'ni ijjonchilar uchun. Ben tarafdan nonni kesib beradigan buxankalar girsangiz 4 bo'chak. Ben tarafdan qattiq nonlar uchun, qattiq xamirlar uchun uskunalarimizdan bor. Bular 12 kilolasi 8 million so'm. Ko'rib turganlaringizdek. Bunda kattalar ham bor. 3 fazli ishlaydigan. Ben tarafdagi 2 fazdan ishlaydi. Ko'rib turganlaringizdek. Ben tarafdan non voylarimiz uchun xamirlari yayib beradigan uskunalarimiz kattasidan, kichkinasidan bor, sal kichikroqdan ham bor. So'ng ben tarafdan har xil turdagi qoliplarimiz bor konditerlar uchun. Yani banan qolip deysizlarmi, yo bundan deysizlarmi. Ben tarafdan sharbat chiqarib beradigan professionallari, zo'rlari bular. Ben tarafdan paxta morojniylarimizdan ham bor. 3 million 200 ming so'm. Ko'rib turganlaringizdek. Endi har xil turdagi uskunalarimiz topsangiz bo'ladi. Ben tarafda xamir qaladan mishalchalarimiz, ya'ni trenddagi 5 kilolikdan tortib to 100 kilolikdan topsangiz bo'ladi Hoston Xorazm do'konimizda. Ben tarafdan pechkalarimiz, har xil turdagi pechkalardan topsangiz bo'ladi. 1 litrdan tortib to 9 litrgacha gazda, tok ishlaydigan, xolasangiz gibrid tizimda ishlaydiganlardan topsangiz bo'ladi. Ko'rib turgansizlar.
videomuzda birinchi videomuz bir like bosib, Hosni Xorazm do'koniga obuna bo'lib qo'ysangizlar. Shunday yangi turdagi biznes uskunalarimizni hammasini alohida qilib ko'rsatib o'tib ham boramiz. Bu tarafdagi uskunalarimiz bu qadoqlidan uskunalarimiz yani professionali. Bu tarafda vakuum aparatimiz. Mana kichkisi ham kattasi ham bor. So'ngra buning kichkina vakuum aparatlarimizdan ham bor. Bu tarafda katta professionallisi. Bu tarafda mana yajlamizda. Mana har xil razmerlardan bor. So'ng bu tarafda kichkina tarozilar desizlar, boshqa desizlarmi, o'lchash uchun blenderlarmi hammasidan topsangiz bo'ladi. Bu tarafda xaraslar uchun zapchas tizimlaridan ham bor edi, mana. Un xaras, shola xaras, har xillarni topsangiz bo'ladi, har xil zapchaslarni. Bu tarafda shlaka boloq apparati uchun har xil uskunalarimizdan ham bor. Bemalol kelib Hosni Xorazm do'konimizdan topib ketsangiz bo'ladi. Bu tarafda duxovkalarimiz. So'ng bu tarafda o't maydalidan uskunalarimiz ham maydalar ham beradi, ham mayda aytib chiqarib beradigan xillardan ham bor. Hosni Xorazm do'konimizda har xil turdagi uskunalarni zo'r baholarda xarid etib ketsangiz bo'ladi. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bir like bosib aytsangiz, bizlar kanalimizga qissa qo'shgan bo'lasiz. Bu videomiz Hosni Xorazm do'konidagi birinchi videosi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, men taraf Taxta bozor ko'cha, ya'ni Taxta bozor tarafdan kelsangiz, Pajanning to'g'risida Hosni Xorazm do'konimiz. Ben taraf Kola ko'pirdan tushib kelsangizlar, Urganchda chap qo'l aylansangizlar, Telecenter Somsani ham boshida. Hosni Xorazm do'konimiz. Bemalol kelarasizlar.